Okay, IELTS writing task 1 12 darsimiz hisob kitob qilganda structures for staying charts. Ya'ni staying, ya'ni turadigan, ya'ni bironta yil bo'lmaydi, u charts. Bizda charts umumiy hisoblar aytdim. Bunda bizda bugun o'tadigan mavzuyimiz bu staying tables, ya'ni table chart. Ya'ni table jadval bo'ladi. Demak, chap tomonda qanaqadir bo'ladi, tepada qanaqadir ma'lumotlar bo'ladi. Ikkasini bunaqasiga birlashtirib qanaqadir ma'lumot hosil qilamiz. Xo'p, kelinglar, birinchi ko'radigan tasklarni tablemiz nima degan. O'qiymiz. As the table below shows the percentage of the population. Mana ko'rsatadi. Population aholining percentage. Foizini ko'rsatilgan. Who rode bicycle? Bicycle mingan, minmoq. Right, qaranglar. Sorry. Right minmoq bilan right bilan drive farqi borasizlarmi? Haydamoq bu rul bo'lsa, haydamoq bu qanaqadir rul bo'ladi mashina. O'sha rulli bo'lsa u haydamoq, right rulsiz boshqarmoq. Masalan, to'g'ri bu holatda dumaloq rul, to'g'ri. Chunki bicyclelarda ham rul bo'ladi, faqat qanaqa uzunchoq rul bo'ladi. Bu right degan masalan nima kirishi mumkin? Ot haydamoq. Right nima? Horse. Ot haydamoq, otga minmoq bo'lganda, ot minmoq yoki bicycle bike bilan qisqaradi. O'sha holatlarda ishlatiladi. Drive bilan farqi shunaqa. Minmoq, birinchisi haydamoq. Velosiped haydagan aholini miqdoriga ko'rsatadigan in one town. Town shaharda. Samolyotda dumaloq emas. Harbiram. Gap dumaloq-dumonlikda emas, shunchaki drive bo'ladi. By age group in 2012. 2012-yilda demak velosiped mingan aholilar soni ko'rsatilgan. Aholi ikkiga bo'lingan. Bu female ayollar, male erkaklar. Birda yosh guruhi. Tushunib olamiz. Demak, 0 masalan 0 va 9 yoshlar orasidagi ayollar yoki qizlarning 52% nima qilgan? Aholining 52.5% velosiped mingan. Yoki buni tasvirlab 10.8 nima? 20-39 yoshli odamlarning, erkaklarning 10.8%gina nima qilgan? For inconvenience, noqulayliklar uchun ming bor uzr. Okay. Unda introductiondan boshladik. Ketdik. Bu nima? The table. Ketdik. The table ko'rsatadi. Buni o'rniga faqatgina fikrimcha changing bo'lsa, va bu shows qo'yganim yaxshiroq fikrimcha. Agar staying bo'lsa compare yaxshi. Compare normalroq. Ikkalasi ham bir xil, endi sinonimroq bo'ladi. Compare the degan proportion percentage nima o'zgartiramiz? Proportion of the population of the population daqiqa. Population anagram female ham unda bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Female. Family. Yo'q. Population yo'q bu, aholi degani. People individual emas, bu umumiy aholi. O'zbekiston aholisi shuncha o'shana holatda ishlatiladi. Population who, demak qaranglar. Who rode degan, qaysiki haydagan. Buni xuddi shunday grammatik shakli bor. Buni biza fe'lga ing qo'shib ishlatsak ham bo'ladi. Who rode? Okay, riding. Gap tuzadigan bo'lsak, men kecha bitta odamni ko'rdim, qaysiki prezident bilan uchrashgan. Demak, demak saw a man, odam ko'rdim, qaysiki who uchrashgan, who met with a president bilan uchrashgan odamni ko'rdim. Bizda who met birlashyapti, ya'ni ko'rgan. Buni biz shunchaki meeting bilan ishlasak bo'ladi. Man meeting yo'q. Yoki riding yoki who rode strukturasi. Who'dan keyin eski zamon. O'tgan zamon yoki oddiy fe'lga ing qo'shsak it's the same.
Shunday holatda bizlar road o'rniga riding qo'shib ketamiz. Population riding bicycles in qaranglar one town. One nima deb o'zgartirsak bo'ladi? Meni qaranglar. Bitta narsa haqida gap ketadi ba'zida. Masalan, O'zbekistonning G'uzor shahridagi deydi yoki Shveysariyaning qaysi bitta to'nda. O'sha holatda certain degan so'z bor, particular degan so'z bor. Aynan bir degan. certain you are particular degan so'z bor, aynan bitta bir degan. Particular town desak city town. Yo, hozircha bunga town deylik, keyin city ga aralashtiramiz. By age group. By demak age group. By qaranglar. By age group degani yosh guruhi tomonidan degan. Biz boyagi in terms of degan narsani o'rganganmiz, to'g'rimi? Jihatidan degan. Buni yaxshilab o'rganib olaylik-da. Masalan, ba'zi holatda keladi, erkak erga bo'ladi. Masalan, erkaklar shuncha foiz nima qiladi? Mingan yoki ayollar shuncha holatda. O'sha holatlarda bo'lsa, biza gender jihatdan deb ketsak ham bo'ladi, mana. Masalan, bu shuncha shu narsalarni ko'rsatadi. In terms of gender deb ketsak, bu ayollar va erkaklarni deganday bo'lamiz. In terms of gender, bu jihatidan. Bu holatda yosh jihatidan deb ketamiz. By'da o'chiramiz. In terms of shunchaki age group demaymiz. Nechta age group bor? Age group 5 ta. 5 demak different age groups bo'ladi. Demak, 5 ta turli xil age group tomonidan bo'linadi. In 2012-yilda bo'linadi. In terms of jihatidan yaxshilab o'zbekchasida tushuna olsangiz. Masalan, u tashqi ko'rinish jihatidan juda ham chiroyli demoqchimiz. Masalan, boshqa narsa chiroyli emas. U faqat tashqi ko'rinish jihatdan. Birinchisi tashqi ko'rinish degan so'z kerak bizga. Bu in terms of appearance, masalan, appearance. He is very handsome. Erkaklar ishlatiladi, ya'ni juda ham kelishganki nima. Yoki u yosh jihatidan eng kattasi demoqchimiz. Yana endi in terms of age, yosh jihatdan he is very old. Juda ham qari. Yana nima jihatdan? In terms of demak bilim darajasi deylik. Bilim darajasi nima bilan belgilanadi? IQ degan narsani eshitganmisizlar? IQ. Odamlar IQ darajasi bo'ladi, masalan. Aytadi. In terms of demak the level of IQ darajasi jihatidan he has masalan 100 level. 100 levelda joylashgan. 100 level. Ya'ni IQ darajasi 100 demoqchimiz. Jihatidan degan. Yaxshilab o'rganib olamiz. Demak, bu holatda demak 5 ta turli xil yosh jihatdan nima bo'lyapti? Taqqoslayapti. Qaysi birini qo'yamiz? In a certain mi yoki in a particular mi? Qaysi aniq bir degan. In a certain farqi yo'q. Arash ishlatsak bo'ladi. In a certain town in terms of Endi bunda overview chiqarib olsak, overviewimiz qanaqa bo'ladi? Overviewda birinchi doimga katta kichik qilamiz. Demak, birinchi navbatda age guruhlar jihatidan har bitta age guruhida qani kim ko'proq shug'ullangan. 19 yoshlarda femalelar 50.5, demak femalelar ko'proq ekan, ko'p mingan bicycle. 19 da ayollar, 20-39 da ayollar, 40-59 da ayol, ham bunda ham demak ayollar. Bizda bitta overview chiqdi. Ya'ni har bitta guruhda, har yosh guruhda ayollar ko'proq, ayollarning soni ko'proq velosiped mingan erkaklarga qaraganda. Ayollar soni ko'proq demaylar, chunki bu velosiped mingan ayollar soni. Shu narsa muhim. O'z tasdiqchim tushib ketadi. Birinchi shuni yozaman. Demak, overall, demak, ayollarning soni, the
figure for demak female qaranglar females deylik females demak who rode bicycle in a particular in the city o'zgartiramiz. Particular town demaymiz, in the city. Aynan bitta shaharda velosiped mingan ayollar soni balandroq edi. Was edi. It higher edi. Then demaymiz, nima deymiz? Compared to endi miqdoriga deyishimiz kerak. Compared to z of bo'lamiz, z of demak males z of males in har bitta yosh guruhida, in every age groups, deyarli har bitta guruhda in 2012-yilda deylik. 2012-yil demak har bittasida balandroq edi. Was higher qaylab zo'r so'z taqqoslayapmiz. Was higher compared to that of males in every age group. Har yoshda demak balandroq. Endi biza maqsad endi guruh bo'yicha katta kichik qilaylik. Endi umumiy katta kichik qilaylik. Xo'p, qaysi yoshdagi qaysi guruhda eng ko'p minilgan, eng kam minilgan? Demak, eng ko'p minilgan bicyclelar 2 yillik. Demak, 0 va 9 yoshli erkak va ayollar ya'ni eng ko'pi shular mingan, eng kami bular mingan. Opposite is true for them. Bu qanday bo'ladi? Demak, it's also worth mentioning that it is also worth mentioning that shu narsa aytish lozimki, demak, ko'p miqdordagi nima velosiped, ko'p miqdordagi aholi 0 va 9 yoshli nechasiga kelgan bo'lsak, 0.9 yoshli qizlar va o'g'il bolalarni miqdori eng katta edi chartda va eng kichkinasi 49 yoshli erkak va ayollar deymiz. Shunda fikrimcha female va male boys bilan girls o'zgartirsak bo'ladi, chunki 0. woman ayol, girls qiz 0.9 ayol bo'lmaydi. 59 ga qo'yamiz. Bu umumiy olganda shunday, shuning uchun shu holat bo'lyapti. It's also worth mentioning that demak, kind yosh bo'lmas, tur degani yoki mehribon degani. Qaranglar, large the large quantity of demak population, qaranglar. Biz population deb ketamiz, aholi deymiz, chunki erkak ham ayol ham ichiga kiradi. Large quantity of population demak riding bike deb ketaylik. Bike is yoki was demak necha yoshlilar? 0 va 0 okay, age group population was 0 va 9 age groups edi. Was 0 age groups. Bitta variable qo'yamiz va eng kichkinasi while the reverse demak is true for demak that of to like least quantity bilan teng, that of nimaga teng? 40-59 yosh, that of 40-59 demak age groups larga tegishli. Belong to bilan ham mashhur qilmaydi. Age guruhga tegishli demak katta. Xo'p, average qarashni ko'rdilaringmi? Ya'ni birinchi fikrimcha doim katta kichik qilinglar va xolos doim sen tushdimi, faqat xayollaring yo kattasida bo'lsin, yo kichkinasida bo'lsin. Birinchi bunaqasiga qaranglar. Biz age guruh orqali katta kichik qilib oldik, keyin female male orqali katta kichik qilib oldik. Xuddi shu narsalarni yaxshilab bear in mind degan so'z bor, ya'ni yodda tutinglar. Erkak ayollarni taqqosladik, keyin yoshlarni taqqosladik. Shunday. O'sha narsa tasga ichimiz deyiladi.
Birinchi endi qanday bo'lamiz? Biza xato bo'lardi qachonki biza erkaklarni bitta qilsak, ayollarni bitta qilsak bu xato emas. Ba'zimiz tushadi, chunki bunaqasiga bo'lgan yaxshi. Ya'ni hech qachon oson yo'lni tanlamaydi umuman. Unaqasiga ham tavakkal bo'lmaymiz. Birinchi eng ko'p minganlar mana bu 0.9 10.19 da bo'lamiz. Buni chunki ko'p aholi shularni. Eng kam, birinchi eng ko'p odam, eng kam deymiz. Demak, birinchi focusing on degan struktura bor. Nimaga e'tibor qaratamiz? Focusing on birinchi 0.9 va 19 guruhga e'tibor qarasak, bu yoshdagi aholi eng ko'p nima qilgan? Velosiped mingan. Focusing on the 0.9 and 19 age groups. Age guruhlarga qaraydigan bo'lsak, bitta virgul. Keyin formulator qilamiz. Age groups demak eng ko'p aholi shular demak the huge demak yoki huge qanchalik to'g'ri va eng ko'p large qo'ydik. Mayli, huge amount of yoki huge percentage qo'yishimiz kerak. Demak large percentage qaysi yaxshi xo'p. Eng ko'p large quantity ni ishlatdik. The majority eng ko'p qismi, the majority of females and males, demak female and males demak velosiped minishdi bu shaharda. Velosiped minishdi, roads, bicycle demak in given berilgan city townda berilgan shaharda ko'p odamlar minishdi, ko'p ayollar va erkaklar minishdi. Xo'p, endi to'rtta ma'lumot bor. Biza buni qanday tasdiqlaymiz? Bizada nechta yo'l bor edi? Biza mana qarasak, importance ham bu hali kerak emas. Bizada birinchisi while struktura ishlatishimiz mumkin. Bu birinchisi masalan shuncha bularning miqdori, bu holatda ayollarning miqdori shuncha turadi. Masalan, bunday qilib olsak, ayollarning miqdori 50.5 ga turadi. While deb yo'q, teskarisi emas. While garchi keyin erkaklar miqdori shuncha turadi. Bu birinchi yo'l. Mana shundan boshlaylik. Demak. Hop. Birinchisi miqdori, demak the proportion of demak 0.9 yoshli 0.9 ga kirgan qizlarning soni shuncha turadi. The proportion of demak girls deymiz endi 0.9 ga kirgan aged bo'ladi. Yoshni aytmoqchilik 0.9 aged 0.9 yoki aged between deymizmi? Aged between orasida between 0 and 9 demak tashkil etadi. Bizga tashkil etmoq birinchi so'zimiz bu tepada accounted for, tashkil etmoq. Accounted for demak nima? Girls demak velosiped mingan yozib ketamizmikan? Ya'ni qizlarning soni velosiped mingan. Rode a bike demak riding girls demak riding bike mingan aged virgül olsak unchalik mumkin bo'ladi. Girls riding a bike aged between accounted for 52 boshqalarni taxmin qilamiz. 50.5
50.5 deymiz. Endi mailniki while endi yana the proportion demaymiz, yana z of deb kelsa bo'ladi. Z of male boys yani tashkil etadi. Ikkinchi so'zimiz tashkil etmoqmi? Stand at. Bu holatda stood at bo'ladi. Ya'ni o'tgan sonda stood at 51.5. 51.2. Bu qaysi so'z bilan yozadigan bo'lsak, yarimdan biroz balandroq deyishimiz kerak. Bitta kelib qoldi mana. Mana bu 25 keyin biz taxminan a quarter deymiz. Buni endi imkon kelib qoldi, shuni so'z bilan aytaylik. Ya'ni stood at just over demak half demak half bar yozib ketaylik. 51.2% shartmagan. Percent. 51% turadi. Birinchi strukturani ishlatdik. Demak, oddiy fayl ikkalasi bunda turadi, bunda turadi. Endi bizda ikkinchi struktura bu nima struktura bu? Respectively strukturasi. Demak, u respectively strukturasi qanaqa bo'ladi? Bu holatda birinchi ikkita egani yozib, keyin ikkita kesimni yozamiz. Respectively deymiz. Endi ega kesim degan bilan tushunib bo'lmaydi, hozir amalda yozsak bo'ladi. Hozir biza endi ikkinchi ma'lumotga o'tyapmiz. Ikkinchi ma'lumotga shunchaki o'tmaymiz. Nima deb boshlaymiz? By contrast deymiz. Taqqoslasak deymiz. Mana shu narsa juda ham muhim. Coherence cohesionga. Ikkita ma'lumotlar bir-biriga bog'lanishi kerak. By contrast taqqoslaydigan bo'lsak, yana o'sha foizlikni qo'shib ketamiz. Masalan, birinchi ikkitaga 43.6 va taxminan 25% ayollar va erkaklar velosiped minishdi, respectively. By contrast, demak, birinchi foiz bilan boshlaymiz. Qo'rqmasdan 43.6% and 25.1. Buni taxminan virtually a quarter demak quarter of birinchi erkaklar va ayollar. Endi 10-19 yoshda endi teenager deb ketsak bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Erkak va yana boys and girls qolib ketadi, baribir. Keyin biza female va male deyishimiz kerak. Mayli. Birinchi girls and boys dega boys nima qilishibdi? Velosiped minishibdi. Rode bicycle Rode bicycle endi qaysi yosh guruhida? In 19 age groupda minishibdi. Bitta respectively qo'ysak, respectively. Bu degani 43.6% qizlarni masalan 100% bo'lsa, 10-19 yoshdan, ularning 43.6% velosiped mingan. Bu girls keyin taxminan quarter degani 25% bolalar nima qilgan? Velosiped mingan. Tasavvur qilib, biz hozir 19 ga kiramiz. Bu degani 10 kishini olsak, 10 dan 25% nechi bo'ladi? 22. Yo'q, 2,5. Masalan, 2,5 odam bo'ladi. Yo'q, taxminan. Xullas, masalan 10 kishi bo'lsa, undan 2,5 kishi, endi 3 kishi deb olaylik, velosiped mingan. Qolgan 7tasi minmagan. O'sha 25% mingan demoqchi. Yoki bitta har sonda bir qo'yilgan qarz. Umumiy taxmin olgan. Bu yerda respectively oldik. Tushunarlimi? Ham bizda bu holatda mana percentage formulasini ishlatdik, ham respectively ishlatib ketdik. 43 va a quarter formulasi. Biz endi qolganlariga o'tamiz. Endi qolganiga o'tishdan oldin nima deb boshlaymiz? Bizda bitta focusing on deb boshladik. E'tibor qaratgan bo'lsak. Keyin as nima deymiz? As for the qolgan remaining figures. Qani edi? Mana. Eslarga chiqmasin mana bular. As for the turadi. Endi nimaga e'tibor beramiz?
qolgan yosh guruhlarga e'tibor qaradigan bo'lsak, ular kam odamlar, kam miqdordagi odamlar velosiped minishibdi. As for the rostdan endi qari bo'lib velosiped minmaydi-ku. Men buni ko'rgan. Qarolar hammasi. Hadi masalan qara 40-59 ga kirgan даже 13.7% bilan mingan. Menlar qara, erkaklar 20 ga kirib 10% mingan. Qayta yaxshi emasmi? O'g'ri yaxshi chiqadi. As for the remaining, mana remaining ham yaxshi so'z, qolgan. Hozir bilan sinonim, boshqa figura emas. As for the remaining figures, demak, remaining age group. As for the figures, demak ular, xo'p. Kam odam minishdi bu guruhlarda. Demak, the least, demak, percentage of population, demak, rode a bike, in this, demak, bu turdagi yosh guruh age groupsda. Age group. Bu guruhlarda, demak, kam odamlar, population umuman ham erkaklar ham ayollar nimalar mingan, bicycle mingan. Bu juda mashhur, ishoninglar, hozir bu nechta so'z bo'lyapti? 3, 6, 9 mashhur so'z. Bu даже bir reytingda 1 ball olib keladi. Agar shu so'z bo'lmasa 7-6 bo'ladi. Agar aynan mana shu narsani to'g'ri aniq qo'ysa 7 ga chiqadi. Ko'yirish qismini. Nima uchun? Biza birinchi body paragrafimizda umumiy holat bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni hozir birdaniga 18.2% odamlar buni bunday qilsak, biza tushunmasdan holatda yozgan bo'lamiz va bu ta'sir nima desa bo'ladi? Aniqlik bo'lmaydi. Xuddi birinchi masalan aytasizlar, nima yeding desa, sizlar tasavvur qilinglar, nima yeding degan savolga qanday javob berasizlar? Men tasavvur qilsa osh yegansizlar, shashlik yegansizlar, tandir yegansizlar. Birdan shunday desalaring bo'ladi. Birinchi nima deysizlar? Men juda ko'p ovqatlar yedim. Birinchi bittaga. Masalan, bu desa qanday? Yaxshi chiqadi, to'g'rimi? Durust aytmaymiz. Aniqlik bo'ladi, ya'ni grouping bo'ladi. Mana shu narsa juda ham muhim. Ya'ni kam odamlar menga rost, keyin biz rostdan kam odamlar tasvirlayapmiz. Ketdik. Endi qaysi struktura qoldi? Was nechi baravar katta kichik, demak, taqqoslab chiqar ekanmiz. Bu guruh shunchaga, masalan, buni taqqoslasak, 20-39 ga kirgan ayollar bulardan ko'ra necha foizgadir ko'p. Uning uchun 18.2 dan 18 ayirib qo'yamiz. O'shani yozamiz. Qanaqa bo'ladi? Demak, the figure for people, demak, the figure for, demak, females, demak, females, endi female yozsak bo'ladi. Endi woman deb yozib qo'yaylik. Woman nechga kirgan? 20-30, demak, riding bike tashkil etadi. Endi balandroq deylik. Demak, was, demak, necha balandroq bo'lishi kerak? Was ayralik 18.8 ayiramiz. 7.4 was 7.4% higher 7.4% ga balandroq edi deymiz. Then Don't leave me. Then that of, demak, males, malelarga, ya'ni erkaklarga males emas, qaranglar. Bu yerda woman bo'lyapti, endi man bo'lyapti. Malelarga qaraganda shuncharoq baland edi.
Endi hozir fikrimcha mana endi 18 bilan 18 yoshimiz kerak va o'rtasiga qavs ishda yozib qo'ysak sal g'alati bo'ladi. Ya'ni sal muammo adashib ketishi mumkin. Shunchaki mana shu strukturani qo'llasak bitta virgul qo'yamiz. Masalan, with qo'yamiz. With 18 birinchi ayollarni yozamiz. 18% and 10.8% bitta respectively. With in respective order qanday? Yo'q, shunaqa struktura ham bor. In respective order. Ya'ni bu degani 18.2 bunga tegishli, 10.8 bunga tegishli degani. Bitta with qo'yib, demak ikkalasini ham tashlab ketamiz. Bu qanday bo'ldi hozir? Birinchi ikkita ma'lumot bir-biridan ayirib chiqdik. Masalan, bu bilan ikkalasini taqqoslab bu strukturaga qo'ysa qanaqa bo'ladi? 1.5 dan buni ayiramiz. Necha bo'ladi? 1.3 bo'ladi. Bu 1.3 balandroqda with deymiz 1.2 and 10.8 in respective order bo'ladi. Demak ayirib respectively sinonim. Ya'ni bu ikkita woman'ga 18.2 to'g'ri keladi, menga 10.8 to'g'ri keladi. 40-45. Bizga qaysi 40-59. Bizga qaysi struktura qoldi? Comparative bilan with qoldi. Bizda alohida ishlatamiz. Yo'q, hozir usulni aralashtirib olyapmiz. Mana percentage dan aralashtirib, yana qayta takrorlaymiz. Yana bitta taqqoslash bo'ladi. Endi bu in comparison bo'ladi. Ya'ni linking wordlar. Mana shu narsa juda ham muhim nimalarda. In comparison. In comparison, by contrast bilan istadim. Demak, taqqoslaydigan bo'lsam, demak, qaysi struktura dedim? Comparative. Bu qanday bo'ladi? Birinchi bu ham tashkil etadi degan so'z kerak. Masalan, 13.7% demak, femalelarni miqdori 13.7 tashkil etadi. Malelarga taqqoslaganda bu 9.7. Qanday bo'ladi? Demak, comparison 13 demak 13 tepada fikr boshlatdim men. Foiz bilan boshlaylik kelinglar. 13.7% of demak females in the females demak rode bicycle demak in 40-49 age groups da. Okay, birdan nima yoqqa in 40-59 age groupda, yosh guruhida. Age group bilan age bracket degan bitta so'z bor. Age brackets. To'g'rilaymiz, aniqlaymiz. Age bracket bu qator degani, yosh qatori. Bracket qator hozir yoshga eshitmana vaqt. Age bracket people aged between degani, ya'ni the 34 age bracket degani o'sha orasiga kiradi. Age group bilan ishlatsak bo'lar ekan, eslab qolinglar. In 40-49 age bracket desak, bu age yosh guruh bilan teng bo'ladi. 13.7% femalelar velosiped haydashibdi shu yoshda. Endi bitta buni xohlasak while deb 19.3% erkaklar minishtirsiga bo'ladi, lekin bizga comparative strukturasi kerak. U qanaqa bo'ladi? Shunchaki qavslashamas, value tashlamas, shunchaki bitta compare to deymiz. Taqqoslaydigan bo'lsak, birdan sonni yozamiz. 9.3 qanaqa? Kichkina. Uni biza a mere 9.3% demak 9.3% in males. Malelarda bu 9.3 ta tashkil etadi bilan teng. Xuddi juda ham qisqartma va ajoyib struktura. Bitta narsa ma'lumot aytasizlar, shundan keyin compare to deb ikkinchi ma'lumot soni, ikkinchi ma'lumot raqamni yozib, keyin kimligini aytib qo'yasiz. Bu yerda ayollar, keyin bu yerda erkaklar bo'lyapti. Hozir mana bu 50.2 baland-ku, naqd 52.5 desak ham bo'lardi mana bunda. Ya'ni staggering degan bitta so'z bor edi. Masalan, mana bu yerda account for staggering desak, naqd 52.5% qizlar shu nima qilishdi?
Staggering ikkitaga bo'lar shekilli. Bu ham juda ham yaxshi turib eng katta raqamni oldidan ishlatiladi staggering, naq degan. Eng kichkina raqamni oldidan mere ishlatiladi. Oxirgisini boshlash oldidan nima deymiz? Lastly. Demak, and older people desa ham bo'ladi. Demak, older people demak, endi older people'larning miqdori qaysi struktura qoldi? Elder. Foizni 2 marta ishlatamiz hozir. To'xtaladi hozir 19.8. Respectively 2 marta ishlatdik, bizda ishlatamizmi? Qara, demak, birinchi the proportion of demak older people. The rate of older people demak people deb qaus ichida 60 plus deb yozib kelsak ham bo'ladi. 60 plus tashkil etadi bizga make up agar make up bilan oxir ishlatiladi comprise constitute comprise ishlatiladi tashkil etadi comprised tashkil etadi necha tashkil etadi 19.8 va 19.8 va 14.6 tashkil etadi ayollar va erkaklar uchun respectively ishlatamiz. Was comprised 9.8% demak in female in woman wears while demak it demak yana tashkil etadi constitutes tashkil etadi 14.6% in menlarda shuni tashkil etadi. People riding bike deb yozib qo'yaylik. Velosiped mingan. Okay, demak, oxirida verse strukturasini qo'lladik while. Ya'ni bu ham while ga teng, ya'ni bu shunchani tashkil etadi va garchi bu xuddi shu miqdor, ya'ni the rate of older people riding a bike degani, men it bilan aytyapmiz shu narsani. Shu miqdori xuddi o'sha miqdori 14.6 tashkil etadi erkaklar uchun. Full by paragraph. Mana shunaqa xuddi shunaqa narsa tushgan nimaga oldingi o'quvchilarim Adiba va Kamolaga xuddi shu narsa hozir. Mana qaranglar, mana shu eslab qoldilaringmi? Hozir unga tushganini hozir ko'rsataman. Nechinchi may tepada pastda yana 5 ta. Bu 5 ta so'z bitta strukturani ikkita. Shuni o'zi tushgan. Xuddi shu tushgan. Ya'ni hozir biz bitta strukturani 2 marta takrorladi. Agar 5 ta bo'lsa, hammasini mana shu struktura hammasini ishlata olamiz hozir. Hammasini alohida ishlasak bo'lardi mana shu. Masalan, Polandda 5 xullas hozir ishlatgan. Qarangni oddiy turadi. Qachon esda kam shu narsaga esimizdan chiqadi. Baribir. Yigit kiradi, olimdan qaytib Endi buni sal tezroq yozmoqchi edik, 3 ta rektasini tashib ketamiz. Buni juda ham tanish narsa. Oldin samplelarni ko'rdik bu ishni. Qarang, the table below gives information on consumer spending. Demak, consumer spending ko'rsatilgan. Consumer iste'mol
sarflanishini ko'rsatgan, iste'molchilarning sarflash miqdorini ko'rsatgan on different items. Turli xil item mahsulotlarda in 5 different countries. 5 ta turli xil davlat 2002 yilda. Aytamiz, qara u degani on different item turli xil mahsulotlarda nechta mahsulot bor? Food, drink and tobacco. Bitta, bilan bitta. Clothing and footwear, kiyim, ovqatga, kiyimga, leisure, education, ta'limga. 3 xil narsaga 5 ta davlatda. Demak, u degani Italiya 100% mablag' ishlaydi. 100% mablag' topsa, o'shandan 16.36%ni ovqatga ishlatilgan. Ispaniyani atiga 1.98% budjeti nimaga ishlatilgan? Leisure, bo'sh vaqt va ta'limga ishlatilgan. Bo'sh vaqt masalan kinoga borish yoki qanaqadir sport bilan shug'ullanishga ishlatiladi. Ketdik. The table below give information about. Shunchaki shows. Table shows. Bu qaranglar. Bizda mana bu yoqqa bizga tayyor parafraz qilib qo'ygan. Ya'ni the percentage of milliy consumer expenditure. The percentage demas, shunchaki bizda the proportion deb ketamiz. The table below shows the proportion of demak of national consumer expenditure pul sarflanishini ko'rsatgan by qaranglar category degan. Kategoriyada bizda nechta kategoriya bor? 1, 2, 3 ta. By 3 category yoki 3 different categories. By 3 different categories. Bizda endi davlatda aytib ketishimiz kerak. In nechta davlat bor? 5 and qaranglar, ayrim holatlarda shunaqa sezib qolsalaringiz xohlaydi. Agar berilgan davlatda hammasi bitta qit'ada joylashgan bo'lsa, qit'a bilan aytaylik. Masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'lsa, Osiyo mamlakatlari. Bu holatda Irlandiya, Italiya, Ispaniya, Swedaniya, yangi so'z. Shvetsiya. Sorry. Qaranglar, mana aniqlik kiritdi, qaranglar. Shvetsiya bu bayrog'ida ko'k sariq bo'ladi. Shvetsariya qizil bo'ladi. Mana shvetsarcha quchoq deysizlar-ku. Sweden. Mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa bayrog'i Sweden qizil. Shvetsariya bitta chiziqni mana to'g'richa mana bu Shvetsariya, mana bu Sweden, bu Shvetsiya. Demak, to'rtalasi ham ikkalasi. Meni keyin bizni aldashgan shuni. In 5 shunchaki countries demaymiz, European countries deb ketamiz. Chunki Turkiya ham Yevropaga kiradi. In 5 lekin bitta mana bu O'zbekiston yoki boshqa davlat ko'p qolsalaring, bunday qilmaylar. European buni. European yozilgan. In 5 European countries in qachon? 2012mi? 2002. Katta harf bilan qo'ymayganmiz. Katta harf bo'lsa qo'ymaygan. 5 European countries in 2002-yilda. Bundan qani overview qanday chiqara olar ekanmiz? Birinchi qaranglar, birinchi biz pastdan qildik shekilli. Pastdan qildik. Demak, qaysi mamlakat eng ko'p pul sarflagan? Food birinchi tepadan qilsak yaxshi bo'lar. Birinchi food and drinkga, ovqatlanishga kim ko'p pul sarflagan? Pastroqqa ham qaraymiz. Turkiya. Demak, bizga nima qilishimiz kerak? Imtihon payti mana buni qanaqadir chizib qo'yishimiz kerak mana buni. Katta mana bunaqa chiziqcha bo'ladi, mana bunaqa chiziq eng katta, big deb. Keyin closingga kim ko'p pul sarfladi? 6, 5, 9. Italiya ko'p pul sarfladi. Leisure educationgacha 4 eng ko'p Turkiya. Demak, bizga bitta nima chiqdi? Ovri chiqdi, demak.
Unday emas. Berilgan 3 ta aytimda ham eng ko'p pul sarflagan Turkiya edi. Qaysidan tashqari? Yo'q, bunda ham closingdan tashqari ham boshqa nimalarda, kategoriyalarda Turkiya ko'p pul sarfladi. Zo'r ideya. Zo'r nima keldi? O'g'riyo. Yozamiz. In general. Bu ham nima desa bo'ladi? Sinonim. In general, ko'p demak ko'p pul nimaga sarflanibdi? Large demak quantity of demak money demak pul sarflandi. Money spent by deylik. Quantity degani the large quantity. Quantity miqdor, amount bilan teng, percentage bilan teng. Bu nimaga ham ketaveradi? Sonlarga ham ketaveradi. Spent by sarflandi qaysi davlat tomonidan? Masalan, gap tugataylik, keyin yozasiz. Large quantity of money spent by Turkey demak on nimaga? On every demak har bitta berilgan nimada itemlarda listed every items listed berilgan bilan teng. Berilgan har bitta list nima edi? Berilgan har bitta itemda ko'p pul sarfladi. Nimadan tashqari? Demak except demak clothing and footwear. Demak demak 2002-yilda. 2002-yilda demak except berda juda muhim rol o'ynaydi. Food va clothing va footweardan tashqari har bitta mahsulotda eng ko'p pul sarflagan odam bu odam davlat bu Turkiya. Hammasi endi kichkinasini olamizmikan? Xo'p, birinchi davlat qaysi davlat? Amaylik, eng kichkinasini olaylik. Qaysi davlat kam sarflabdi? Food and drink kam? 28, 16. 16dan kami bormi? 16da 1. Sweden. 15.77. Sweden eng kam pul sarflabdi. Okay. Clothingga 6, 9. Wow, Sweden kam pul sarflabdi. Leisure'ga 2-1 Ispaniya. Bunga ham deyarli. Bunga ham xuddi shu struktura. Demak, Ispaniyada leisure educationdan tashqari deyarli har bitta demak produktda, mahsulotda Ispaniya eng kam pul sarfladi. Demak, leisuredan tashqari boshqa mahsulotlarga eng kam pul sarflagan odam davlat bu Sweden. Shvetsiya. Bunga ham qarang, bunga ham eng kam pul, bunga ham eng kam, bunga ham. Qaranglar, endi moreover desak ham bo'ladi. Endi taqqoslash uchun in contrast deb ketaylik. Taqqoslash bo'lyapti, however bilan teng. Shunga qaramay, demak, qaranglar, bu holatda money was spent by ishlatildi. Bunda qaranglar, passive voice ketyapti. Pul ishlatildi. Biz endi active voice qilamiz, ya'ni Ispaniya eng kam pul sarfladi. Farqini boryapsizlarmi? Bu holatda eng ko'p pul Turkiya tomonidan sarflandi. Passive voice. Endi Shvetsiya eng kam pul sarfladi bularga. Okay. Demak, Sweden demak allocated pul ajratdi yoki sarfladi. Sweden pul sarfladi, spent, allocated, sarfladi, allocated the least amount of money. Amount zo'r ketadi qachonki pul bilan. Least amount of money qaysiga? On demak yana deymizmi? On har bitta mahsulotga on food demak on food nima deymiz? Sweden food, drink, tobacco, clothing, footwear eng kam pul sarflabdi va Ispaniya, while it's true for Ispaniya, leisure activity, ya'ni
Ispaniya leisure activityga eng kam pul sarflabdi hozir. It's true for zo'r ketadi. Food and drink tobacco. Tushunib olamiz. Tobaccolarga and clothing mana yozaylik shularni. Bunaqasiga tayoqcha bilan. Clothing and demak footwearlarga eng kam pul sarfladi. Endi aytishim mumkin while desa bo'ladi. Spain demak Spain yana o'sha gap bo'ladi. Masalan allocate mana bir ed qo'shib qolib ketdi o'tgan sonda. Allocated xuddi yana at least amount of money on leisure. Bu yozmaylar buni. Hozir to'g'rilayman buni. Oddiy varianti bu. Education va leisure'ga eng kam pul sarflabdi. Qaranglar, bizda bitta gapda ikkita bir xil narsa aytyapmiz. Sweden shunchalik eng kam pulni shunga sarflayapti. Spain eng kam pulni shunga sarflayapti. Shuni biza qaranglar to'g'rilash va it is true for destamiz. Yozdik while deymiz. It is true for desak, while it is true for. Shu narsa to'g'riki, shu narsa nima? Eng kam pul sarflash. Masalan, hozir buni yangi eng ko'p bilan yozamiz, shunchaki qo'shimcha sifatida. While it is true for deymiz, nimaga pul sarflanganini birinchi yozamiz. While it is true for demak leisure education in Spain. Spainda shunday. Spainda shu narsa to'g'ri edi. Shu narsa nima? Eng kam pul sarflash. Xuddi shu strukturani nimada ishlatamiz? Kelinglar. Eng ko'pini aytish uchun. Hozir bu qo'shimcha variant. Haqiqiy emas, qaranglar. Eng food va drinkda eng ko'p kim sarflaydi? Turkiya. Clothingda leisure'ga ham Turkiya, lekin clothingda eng ko'p pulni 9% Italiya sarflagan. Aytamiz, in contrast deymiz. Agar tepada kamini aytsak, endi ko'pini aytyapmiz. In contrast deymiz, yoki qaysi davlat? Turkey demak allocated demak large yoki huge amount of money on nimaga sarfladi? Food bir balolarga sarfladi. Endi bitta virgul qo'yamizda food and clothing, food and leisure'ga sarfladi. Bitta endi while it is true for deymiz. Shu narsa to'g'riki, ko'p pul sarflash to'g'ri-da. Nima uchun? Clothing to'g'ri-da. True for clothing in Italy. Buni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Italiya demak eng ko'p, agar ma'nosi Italiya eng ko'p pulini nimaga clothingga sarflagan. Allocated while it's true for clothing and masalan clothing and footwear in Italy. Xo'p, tushunarlimi? Birinchi ikkita holatda aytamiz, keyin uchinchi holat boshqa, masalan boshqa davlat demak eng ko'pi bo'lsa, shunchaki while it's true for deb nimada ko'pligini yozamiz. Masalan, bu holatda clothing and footwear, keyin qaysi davlatligini yozamiz. In Italy deb. Bu qo'shimcha bo'lib tursin. It's true for buni yaxshilab mashq qilaylik. Demak, asosiysi albatta mana bu injil. Sweden sarfladi va bu ediki to'g'ri edi. Bu albatta fikrimcha bu nima uchun qiyin bo'ladi? Chunki bu 7,5lik nimalar. Og'riyo'lar juda ham biroz murakkabroq shuning uchun. Endi bizda ikkita yo'l bor. Badiiy va badiiy taqsimlash. Birinchisi davlatlarga bo'lishimiz mumkin, ikkinchisi kategoriyalarga bo'lishimiz mumkin. Qaysi biri qulayroq? Kategoriya albatta qulayroq.
Kategoriyaga bo'lsak, bir ikkitasini tashlab ketsak ham hech narsa qilmaydi. Demak, focusing on deymiz. E'tibor nima qiladigan bo'lsak, e'tibor beradigan bo'lsak, nimaga e'tibor beramiz? Food, drink, tobacco va clothing footwearlarga e'tibor beradigan bo'lsak, focusing on the expenditure degani pul sarflash on food bularni o'zi qanday yozsa ekan? Faqat bittasini yozib ketsa bo'laganmikan? Food demak food, drink, tobacco. Tobacco nima bilasan? Tobacco. Bu oldinlar nimada chek sigaretlar bo'lmagan mahali, ana o'zunchoq nimalar bo'lgan. Boylarni mana shakar degan narsa. O'sha tobacco deyiladi. Tobacco and leisure activities. Ikkalasiga aytadigan bo'lsak, nima uchun ikkalasini birga oldik? Chunki bu guruhlarda ko'p pul sarflagan. Masalan, 28%, даже 5% bo'lsa ham ko'p pul sarflangan mashq holatda. Lekin leisure activity-gachi qancha sarflangan? 2-4%. Shuncha pul sarflangan. Demak, eng ko'p pul sarflangan shu bu kategoriyalarga eng ko'p pul sarflagan topic sentence kerak. The majority eng ko'p miqdori, the majority of demak money spent on these items. Bu mahsulotlarga juda ko'p pul sarfladi. Bizaga nima ketdi? Biz hozir qiladi ishimiz o'sha 6 ta strukturani qildikmi bo'ldi. O'shalarni 7-chi qilamiz, qolgani qolib ketsa ham mayli. Muhim biz 6 ta strukturani ishlatib qo'yishimiz kerak. Birinchi struktura nima edi? While. While qanaqa bo'ladi? Demak, Italiya, Irlandiya bilan Irlandiya olaylik. Irlandiya 28% mablag'ini tobakkoga sarfladi. While 6.4% mablag'ini bunga sarfladi yoki tashkil etadi. Demak, the proportion static, the percentage demak of demak nima? Percentage of budget yoki mayli national bu yerda hozir national consumer expenditure, ya'ni milliy iste'molchilik sarflanishi. Shuni biza the percentage of national consumer like expenditure demak qayerda? In Irlandda on degani Irlandda on nimaga? On tobacco, food, drinks, tobakkoga sarflangani foizi. Tushunarlimi? Qarang. Shularga Irlandiyada food, drink, tobakkoga sarflangan pul sarflanishini foizi endi tashkil etadi degan gap kerak. Tashkil etadi. Accounted for demak 28.95 91% demak while bu tashkil etadi stood at 6.43% demak in on yoki for clothing and footwear.
footwear uchun tushunchani tashkil etadi. Birinchi gapimizni yozib oldik. Endi bir chekkasidan yozamiz. Ikkinchi strukturamiz bizani qaysi strukturada, ya'ni respectively strukturasi. Demak, qarang. Bitta bunaqasiga yozamiz, bitta bunaqasiga yozamiz. Hozir food drink topikiga sarflangan miqdori foizi shunchani tashkil etadi. Italiyada, Ispaniyada respectively. Birinchi vanaga foiz bilan boshlaymiz. Demak, by contrast taqqosladigan bo'lsak, contrast demak 18.36% and bir narsa 18.80 18.80% of demak money, demak pul sarflandi, allocated on food, shunchaki food and tobacco. Hozir ikkilanyapman. Hozir agar bittasini yozib ketmasak qanday bo'lagan? Yozadi. Food and drinks tobaccoga sarflandi. Endi biz ikkita foiz yozib qo'ydik. Qaysi davlatda hozir? O'shaning uchun birdan ikkita davlat aytamiz. In birinchi Ispaniyani aytamiz, Italiyani aytamiz. Italiyani aytamiz, chunki tepadan pastga kelyapmiz. In Italy and Spain shunchaki respectively. Italiya shuncha sarflagan, Ispaniya shuncha sarflagan. Closing qolib ketdi mana. Endi fikrimcha endi qarang. Qalam bo'lmayapti hozir. Bunaqasiga ketdi, bunaqasiga yozdik, to'g'rimi? Endi bunaqasiga yozamiz, closing yozamiz. Ikkalasini yozamiz. Hozir bizga qaysi struktura qolibdi? Bu ketdi higher, balandroq edi. Yana bunaqasiga yozsak, g'alatiroq bo'ladi. Xo'p, higher deb bunisiga qo'ysak yaxshi bo'ladi. Hozir bu yana boshqa struktura. Compared to demak, demak, xuddi shu struktura, demak 5 demak Shvetsiya 5.40% nimasini 5.40% nimasi closingga sarflagan. Turkiyaga taqqoslaganda bu 6.63. Okay. By contrast, demak, ketdi. Davlat birdan boshlaymiz. Sweden demak spent demak 5.40 demak 5.40% of demak its budget, budjetdan atiga 5.4% mablag'ini ishlatibdi on nimaga closing and footwear da. Endi bitta compared to bo'lmaydi, endi compared to while bo'lmaydi, compared to deymiz. Birdan sonni yozib ketamiz. Compared to 6.63% in Turkey. Turkiyada shunchani tashkil etadi. Demak, bu yerda compared to demak uchta gap yetadi. Demak, biza uchta gap bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar topic sentence solganda demak biza bitta bunaqasiga ketdi, bitta bunaqasiga ketdi. Demak, deyarli u degani har joydan ta'sirlab ketdik. Endi bunisini tasvirlaymiz yakka holda. Nima deymiz? As for the remaining figure deymiz. Qarang, remaining figure bitta. Oldinlar figures deylik, nima uchun? Ikkitadan ko'p bo'ladi. Shunchaki as for the remaining figure demak eng kam mablag' demak nima berilgan davlatlar yoki listed berilgan davlatlar eng kam pulini nimaga sarflashibdi? Leisure and educationga sarflashibdi. Demak every given demak countries berilgan countries
spend demak allocated the least amount of their money on demak nimaga leisure and education sarflashibdi. Okay. Nimada xato? Every given country bo'ladi. Agar every ni ishlatmoqchi bo'lsak, berilgan davlat every dan keyin birlik bo'ladi. Eng kam mablag'ini sarflashdi. Bizga bitta topic sentence bor. Demak, men hozir faqat eng kamini gapiraman. Xo'p, qaysi struktura qoldi? Katta kichik bo'lib chiqamiz. Demak, taqqoslab chiqamiz. Xo'p, map 3 bilan ikkini taqqoslaylik. Masalan, taxminan qarang, 1%. 1% ko'proq pul sarflanibdi Italiya tomonidan. Nimaga qaraganda? Irlandiyaga qaraganda. Okay, sorry. Nima? Bir daqiqa. Kompyuter zaryadda o'chishga olgan qoldi. Xo'p, 10% qolibdi. Agar o'chib qolmasin, shuning uchun biroz turamiz. Iloji boricha. Qazib orasida bunday qilib. Yetadi, chunki mana bu 3 bilan 2 ni aytamiz, keyin uchalasini ham birdan aytib ketsak ham bo'ladi. Bittasi qolib ketsa hech narsa qilmaydi. Mana 1.98 dan aniq aytamiz, chunki eng kam sarflangan. Nima zararchi keldi? Demak, katta kichik qilamiz. Demak, 1% ko'proq pul sarfladi Italiya Irlandiyaga qaraganda. Chunki 3.20 taxminan 1%, aniq 1% emas. Bu degan 0.99 da. Okay. Bu holat demak Italiya demak the rate of money rate of money tashkil balandroq edi. Demak, the amount of budget spent on leisure and education va leisure'ga sarflangan pulning miqdori by kim tomonidan? Italy tomonidan was higher than that of nimadan? Irlanddan nima edi? Balandroq edi. Endi nima qilamiz? Ikkalasini aytishimiz kerak. Biz deymizda, ikkalasini aytib o'tamiz.
necha foiz bilan aytmadik. Was 1% higher than that of Ireland with 3.20 and 2.21% in respective order. Okay, demak katta kichik qildik. Endi nimaga navbat? Hozir qaysi strukturada? Ya'ni foiz bilan boshladik. Foiz bilan ham boshlabmiz. Demak, compare to ishlatdik. Yana where's ishlatamiz. Demak. Okay. Hop. Bizga shunaqa qoldi. Ispaniya. O bitta gap qilsak ham bo'ladi. Demak, Ispaniya boshqa davlatlarga qaraganda eng kam pul sarfladi, chunki biz 1.98. Nima desa bo'ladi? Boshqa davlatlarni aytamizda, qavsga ichida foizni aytamiz. Lastly deymiz, demak, Spain, qaysi davlat? Spain, Ispaniya, demak, spent the least percentage of its budgetni eng kam sarflabdi on closing a leisure keep on this item leading on this area yoki on this sector. Bu sektorda eng kam pulni sarflabdi. Bitta qavs ichida nima deymiz? 1.98%. Endi boshqa davlatlarga qaraganda yoki boshqa davlatlar orasida among other countries deymiz. Boshqa davlatlar ikkita nuqta qo'yib davlatni aytamiz. Sweden deymiz. Qavs ichida Sweden qancha sarflagan? 3.22 and mana shu zo'r gap bo'ldi. And Turkey deymizda 4.35 deymiz. Boshqa davlatlar orasida eng kam pul sarfladi va bu ikkita nuqta ham juda ko'p narsani aniqladi. Chunki bu kam odam qo'llaydi grammatikani. Ya'ni boshqa davlatlar deb izoh beradi. Ikkita nuqta qachon qo'yilsa, izoh sifatida ishlatiladi, bilasizlar, ona tilida. Eng kam pulni sarfladi. Mana buni ishlatsak ham bo'ladi. Office budget. Mana bu closing aytsak bo'ladi. Masalan, 9%. Italiya eng ko'p pulini shunga ishlatdi. Boshqa davlatlarga qaraganda deb Spain deb 6.51, Sweden deb 5.40 desa ham bo'ladi, lekin hammasi har xil bo'lishi lozim. Bitta gap bilan 3 tomonlama ta'sirladik. Shu usulni o'rganib olsak ham yaxshi bo'ladi. Demak, that's it. Kimcha 1 soat 15 minut bo'ldi. 14 minut. Okay. Demak, shundan iborat. Mahliyoz qiyin qismidan qo'shilibsiz. Biroz qiyinroq tushunish, boshdan boshlasangiz ancha tushuna olasiz. Demak, table shunaqa. Demak, table staying qiyin emas. Qachonki biza mana bu so'zlarni, mana 5 ta strukturani va mana shu 7 ta so'zni tashkil etadi va 5 ta strukturani yaxshilab o'rgansak, while'dan tortib bizgacha yaxshilab o'rgansak, qiymat даже oson ham bo'lib, yuqori ball olishimiz ham mumkin. Faqat ko'proq mana shu insholarni tahlil qilib, o'zimiz xato qilsak ham yozamiz. Demak, uyga aytsa qaysi biri mana bu bo'ladi. Demak, bu inson davlatlarning o'rtacha guruch wheat nima edi? Bug'doy va maize degan bitta mahsulot ishlab chiqarish mahsulot yeyish miqdoriga. Bu sonlar per deydi, kaloriyada beriladi. Xullas, buni yaxshilab uyda mashq qilib, iloji boricha shu strukturlarni ishlatsak yaxshi bo'ladi. Demak, darsimiz shu. PDF shaklida qilib qo'yaman. Harakatdan to'xtamanglar. Bugun 12-dars edi. Sog' va salomat.